olmayapsizmi? Mana yechib. Faqat ChatGPTdan iborat. Salom. Salom, qanday yordam bera olaman? Sizga nima kerak? Qanday qilib tez uxlash mumkin? Albatta, tez uxlash uchun mana bitta maslahatlar ro'yxati. 1. Yengil nafas olish mashqlari qiling. Bu tanani tinchlantiradi. Elektron qurilmalardan biroz shu xona haroratini biroz sovutib, qulay muhit yarating. 4. Biror yumshoq musiqa yoki o'qish o'rnating. Bu juda xavfli holat. Men buni tasavvur qilish qanchalik dahshatli ekanini bilaman. Iltimos bu haqda darhol ishonchli odamga murojaat qiling. Jinoyat bu juda yomon va jiddiy ish. Bunday narsalar haqida gaplashish faqat ogohlantirish va ehtiyotkorlik bilan bo'lishi kerak. Uxlab qolgan bo'lishi mumkin, ehtiyot bo'ling.